Uzaq söz aytib bo'lmas. Shunga ko'ra mening tip taqdimlarimning birisi bizga bunda ko'p uyushmalar Tatar Milliy harakati degan so'zni aktiv qo'llanib, Tatar Milliy harakati degan so'z brend bo'larak chiqarga tiyilmiz, ham bizani dunyoga tanittirga tiyilmiz. Masalan, Turkiyada bor millatchi Turkiyaning millatchi harakati partiyasi. Bizda shulay Tatar Milliy harakati degan brendni butun yerda tanittirga tiyir. Buni uzun so'zning qisqasi gazetni baribizda ko'rdingiz. Bunda men gazetni yozganda Vatan Tatar Milliy harakati onlargina azoqli tatar yoshlari bilan gazeti deb yozib qo'ydik. Ya'ni biz butun yerda Tatar Milliy harakati degan so'zni qo'llanirga tiyishmiz. Sizning baribizga rahmat kelganingiz uchun aralashishimiz qadar ular bilmaydi. Qadr bilan bosh tatarlar ismi nima jamoat? Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзасы мен Рамил Хусаинов. Анда мен урысча гына биргәнем текстны. Ну, тизрәк булсын өчен әйдә мен урысча татарча язмадым монда. В местах компактного проживания коренных народов Российской Федерации на территории РФ объявить языки этих народов государственными и использовать их наравне с государственным русским языком. Bizga Boshqirdistonga bu masala bek bog'liq. Siz uni bilib turasiz, 2 million tatar Boshqirdistonda tilsiz yashaymiz. Bizning tilni o'g'lilar bir narsa yo'q. Men bunda doklad tayyorlagandim. Agar ko'pchilik yo'q sizlarga. Shunga shusha punktni to'g'rishqa qo'yirga taqdim etaman. Kim shuning uchun? Rahmat. Jamoat bilan